Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarni yana bir bor ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun biz sizlarga ko'proq qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Ya'ni 9-yanvar 2021-yilda. Albatta, bizni kanalimizni kuzatib boring, biz bilan birga bo'ling. Biz sizlarga eng yaxshilarini yetkazishga harakat qilamiz. Bizni mehnatimizni qadrlab, videolarimizga like bosib, o'z fikrlaringizni, takliflaringizni kommentariyamizda qoldirib, videolarimiz rivojlanishi uchun, kanalimiz rivojlanishi uchun albatta videolarimizni har xil ijtimoiy tarmoqlarda, o'z gruppalaringizda, lentalaringizda kanalimiz silkasini tarqatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu albatta kanalimiz rivojlanishida ulkan yordam bo'ladi degan umiddamiz. Kanalimiz rivojlanib ketsa, videolarimizga e'tibor oshib, kuzatuvchilarimiz ko'payib ketsa, bu bizga mas'uliyat yuklaydi. Biz sizlarga yanada ko'proq videolarni, yanada ko'proq qiziqarli ma'lumotlarni, tarixiy voqealarni, yangidan yangi kitoblarni audio shaklda sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Albatta, bizni kuzatib boring, bizga qo'shiling. Unda esa biz videomizni boshladik. Gitlerga suiqasd. Valkiriya rejasi nega o'xshamadi? 1944-yil 20-iyulda nemislar Führer Adolf Gitlerning hayotiga qilingan eng keng qamrovli, ammo muvaffaqiyatsiz urinish sodir bo'ldi. Fashistlar Germaniyasi yetakchisining hayotiga qilingan urinishlar tarixi juda ko'p talqinlarga ega. Fitnachi guruhlar Ikkinchi jahon urushi boshlanishidan ancha oldin Gitlerni o'ldirish rejalarini tuzishgan. Afsuski, barcha suiqasd urinishlari muvaffaqiyatsiz tugadi. 1932-yilda hatto dushmanlari Gitlerni unga zahar surilgan xat bilan o'ldirmoqchi ham bo'lishgan. 2 yildan so'ng sobiq harbiy xizmatchi Yozef Ryomer ham uni o'ldirilishini rejalashtirgan, ammo Gestapo tomonidan qo'lga olingan. Uning ortidan fashist Helmut Hirsch Führerni portlatmoqchi bo'lgan, ammo u reja amalga oshirilgunga qadar bombalar bilan qo'lga tushgan. Ruhiy kasal Jozef Tomus va shvetsariyalik Mauris Bau Gitlerga qarshi o'q uzishni mo'ljallagan, ammo ular ham maqsadlariga erisha olmagan. Urush boshlangandan so'ng Polshaning sobiq generali Mixail Tokarzhevskiy Karashevich Gitlerni Varshavada o'ldirish uchun bomba hozirlaydi, ammo bu safar ham Führerga omad kulib boqadi. Polsha ustidan qozonilgan g'alaba sharafiga parad boshlanganda Gitler boshqa joyda edi. Bombani joylashning ham imkoni bo'lmadi. Keyinchalik duradgor Iogan Elzer Gitlerni qovoqxonada portlatib yuborishni rejalashtirgan. Bu safar ko'plab fashistlar halok bo'lgan bo'lsa-da, Gitler yana omon qolgan. U binoni portlashdan atigi 7 daqiqa oldin tark etgan. Valkiriya operatsiyasidan oldin sodir etilgan so'nggi urinish Germaniya armiyasining zobiti Fabian von Schlippendorf tomonidan uyushtirildi. U Führer bilan uchrashuvga shoshib ketayotgan podpolkovnik Heinz Brandtga portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan brendi butilkalarini topshiradi. Ammo bomba shunchaki portlamay qoldi. Birozdan keyin polkovnik baron von Gersdorf ham xuddi shunday muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Keyinchalik Brandt 1944-yil 20-iyuldagi operatsiyada ham ishtirok etdi. Xo'sh, Valeriya operatsiyasi nimadan iborat edi? 3-Reyxdagi Valkiriya kodi ostidagi operatsiya kutilmagan g'alayon ko'tarib, Germaniyaning davlat, ma'muriy, harbiy va boshqa muhim ichki obyektlarni qamrab olish rejasini anglatgan. Ushbu rejani zaxira armiyasi deb nomlagan kuchlar amalga oshirish kerak edi. Mazkur armiya mamlakatning ichki hududida joylashgan bo'lib, asosiy qismini Berlin atrofida va shahar ichida to'plangan jangovar shah holatdagi bo'linmalar tashkil etardi. 1942-yildan zaxira armiyasi qo'mondonining o'rinbosari bo'lib kelayotgan general Friedrich Ulbricht Gitlerga qarshi fitnaning faol ishtirokchisi bo'lib, Valkiriya rejasini tayyorlashga shaxsan bosh-qosh bo'lgan. Qizig'i shundaki, Führerning o'zi ushbu rejani ma'qullagan. Gitlerning muxoliflari kimlar edi? Hech kimga sir emaski, Germaniyada ham ko'pchilik fashistlar rejimidan va shaxsan Gitlerdan nafratlangan.
Kimgadir uning mizantropik siyosati yoqmagan, boshqa birov esa Germaniyani yangi jahon urushiga tortishni aqldan ozish deb bilgan. Natsistlar va Gitlerga qarshi bo'lganlar orasida asosan eski Prussiya rahbariyati, ya'ni eski Prussiya harbiylari. Ular yunkerlar deb nomlangan va nufuzli siyosatchilar bor edi. Qizig'i shundaki, ularning aksariyati dastlab NSDAP g'oyalariga tarafkash bo'lib, fashistlar 3-Reyxning shakllanishi va mustahkamlanishida o'z hissalarini qo'shishgan. 1944-yil 20-yilda Gitlerga qilingan suiqasdning asosiy ijrochisi bo'lgan Polsha 1939-yilda ishg'ol qilingan. Polkovnik von Stauffenberg Polshadan turib rafiqasiga xat yozgan. Aholisi aql bovar qilmaydigan darajada mo'min, aksariyati yahudiylar va metslar. Ularni qamchi bilan boshqarish juda osonroq. Minglab mahbuslar Germaniyaning qishloq xo'jaligi uchun foydali ishchi kuchi bo'ladi. Ular mehnatsevar, itoatkor va talabchan. Bundan tashqari, fitnani mashhur bankir va urushdan oldingi yillarda nemis iqtisodiy mo'jizasining me'mori, sobiq Prussiya moliya vaziri va Deutsche Bank boshlig'i Johannes Popitz, diplomat Ulbricht von Hassel va boshqa ba'zi yuqori martabali fuqarolik mulozimlari, Abwehrning boshlig'i Halmar Schacht faol qo'llab-quvvatlangan. Fitnaning asosiy tayanchi eng oliy harbiy mansabdorlardan iborat edi. Ular orasida feldmarshallar von Witzleben va von Brautisch, generallar Gyokner, Beck, Halder, von Tereskov, polkovnik von Stauffenberg va boshqa ko'plab katta lavozim egalari bor edi. Harbiylar orasida fitnaga qo'shilmagan, ammo bu haqda bilgan va indamay qo'llab-quvvatlaganlar ko'p edi. Masalan, cho'l tulkisi nomi bilan tanilgan feldmarshal Rommel va armiya sobiq qo'mondoni feldmarshal von Beck shular jumlasidan edi. Ushbu fitna mualliflarining siyosiy qarashlari alohida ahamiyatga loyiq. Ular shu yo'l bilan Germaniya siyosatini o'zgartirmoqchi edilar deb o'ylasangiz, adashasiz. Qadimgi Prussiya yunkerlarining aksariyati mutlaq monarxiya tarafdorlari, ashaddiy millatchilar va millataristlar edi. Valkiriya operatsiyasini tayyorlash uchun fitnachilar uzoq vaqt tayyorgarlik ko'rishdi va kuch to'plashdi. Polkovnik von Stauffenberg suiqasd rejasini 1944-yil 20-iyul kuni amalga oshirishga qaror qildi. Afrikadagi janglardan o'ng qo'lini va chap ko'zini yo'qotib mukofotlangan qahramon hech kimda shubha uyg'otmadi. Bundan tashqari, suiqasddan bir oldin polkovnik zaxira armiyasining shtabi boshlig'i etib tayinlangan va shu tariqa u Führerning Sharqiy Prussiyaning Restenburg shahri yaqinida joylashgan shtab kvartirasiga kirish huquqini qo'lga kiritgan edi. Fitnachilar oldida atigi 3 ta muammo ko'ndalang edi. Birinchisi rahbarni o'ldirish, ikkinchisi zaxira armiyasining beqaror va shubhali qo'mondoni general polkovnik Friedrich Fromm, uchinchisi esa Berlinda joylashgan Gitlerga sodiq SS qo'shinlari. Rejada 3 ta muammo ham hal etilishi kerak edi. Agar birinchi masala aniq yechilsa, Frommni hibsga olish va SS odamlarini qurolsizlantirish qiyinlik kechmas edi. Reja inqirozi. 1944-yil 20-iyul kuni ertalab soat 7 da Stauffenberg Gitler shtab kvartirasiga qarab yo'l oldi. Führer bilan uchrashuvda polkovnik urushda yaralangach eshitish qobiliyati yomonlashganini bahona qilib, Gitlerga yaqinroq joyga o'tadi. Uning charm portfelida kimyoviy detonator va bomba yashirilgan edi. Polkovnik portfelni stol ustiga Gitlerga yaqinroq joyga qo'yadi va telefonga chaqirilganligi sabablarini tashqariga chiqadi. Shtab kvartiradan chiqib ketgan polkovnikdan soqchilar shubhalanmadi. Portlash esa soat 12:42 da yangradi. Issiq havo tufayli o'sha kungi yig'ilish bunkerda emas, yozgi xonaga ko'chirilgan edi. Shu sababli polkovnik muvaffaqiyatiga ishongan. U yig'ilishdagi o'rnini podpolkovnik Brent egallab, o'ziga xalaqit berayotgan portfelni o'nariroqqa siljitishganini,
Bu esa Gitlerning tirik qolishiga olib kelganini bilmas edi. Portlashda 4 nafar zobit o'lgan, ko'plari yarador bo'lgan, ammo Führerning o'zi yengilgina jarohat bilan qutulib qolgan. Fitnachilar zudlik bilan zaxira armiyasini oyoqqa turg'azishga va poytaxtdagi hokimiyatni o'z qo'llariga olishga harakat qildilar. Stauffenberg portlash muvaffaqiyatli o'tishiga ishonganligi sababli isyonchilar Gitler endi tirik emasdek harakat qilishdi. Zaxira armiyasining qo'mondoni From hibsga olindi va armiya qismlari Olbrechtning buyrug'i bilan Valkiriya rejasiga binoan Berlinni egallay boshladi. Ammo noto'g'ri hisob-kitob tufayli jiddiy xatolikka yo'l qo'yilgan edi. Gitler shtab-kvartirasining axborot blokadasi rejasi muvaffaqiyatsiz tugagan. SS aloqa liniyalari ishga tushgan va harbiy kanallar tezda aloqani tiklagan edilar. Bosh shtabdan Berlinga feldmarshal Keitel qo'ng'iroq qilib, Gitler tirik deb da'vo qildi. Bu ikkilanib turgan ko'plab harbiy xizmatchilarni to'xtatib qoldi. Goebbelsning tarafdori Otto Ernst Remer darrov batalyoni bilan ishga kirishib, fitnachilar joylashgan muhim binolarni va shtab-kvartirani o'z qo'liga oldi. Bundan tashqari, From Führerning tirikligini bilib, fitnachilarni hibsga olishga urindi, chunki u Gitler o'lgan taqdirdagina yordam berishga rozi bo'lgandi. Biroq Fromning o'zi ham hibsga olinadi. Polkovnik Gerber boshchiligidagi shtab zobitlari fitnachilardan izoh talab qilishdi. Nizo paytida otishma sodir bo'ldi va Stauffenberg yaralandi. Soat 23:30 ga qadar hammasi tugadi. Rejaning hech bir bandi amalga oshmadi. Ikkinchi jahon urushini nazariy jihatdan tugatishi mumkin bo'lgan ushbu urinish og'ir oqibatlarga olib keldi. 5000 kishi qatl qilindi. Ular orasida yuqori martabali harbiy va fuqarolik mulozimlari bor edi. 7000 dan ortiq odam qamoqqa tashlandi. Gitler qo'zg'olonchilarni mol kabi so'yib tashlashni buyurdi. Stauffenberg, Olbrecht, Beg va boshqa bir qancha fitnachilar 1944-yil 20-yildan 21-yilga o'tar kechasi quruqlikdagi zaxira shtab-kvartirasining hovlisida From tomonidan o'qqa tutildi. O'zini javobgarlikdan ozod qilib, guvohlarni yo'qotmoqchi bo'lgan From keyinchalik hibsga olinib, qatl etilgan. Dastlabki qatl etilganlar orasida bir nafar feldmarshal, 19 general, 26 polkovnik, 2 elchi, boshqa darajadagi 7 diplomat, 1 vazir, 1 sanoatchi, 3 davlat kotibi, Berlin politsiyasi boshlig'i va Reich jinoiy politsiyasining boshlig'i bor edi. Qatag'on urushi tugaguniga qadar va Gitlerning o'limiga qadar davom etdi. Yaxshi uyushmaganlik va bir-biriga ishonchsizlik oqibatida rejani oxirigacha yetkaza olmadilar. Agar ular muvaffaqiyat qozonishganida tarix butunlay boshqacha yozilardi. Bugungi kunda Germaniyada 1944-yil 20-iyul fitnachilari milliy qahramonlar, erkinlik va inson huquqlari uchun kurashchilar deb hisoblanadi. Mana, hurmatli obunachilar, videomiz ham o'z yakuniga yetib bormoqda. Biz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Albatta, videolarimizni tayyorlash jarayonida qandaydir xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bu uchun sizlardan uzr so'rab qolamiz. Albatta, kanalimiz rivojlanishi uchun, videolarimiz ommalashishi uchun kanalimiz silkalarini har xil ijtimoiy tarmoqlarda, o'z lentalaringizda, gruppalaringizda tarqatib qo'yishingizni ham so'rab qolamiz. Bu esa bizga siz tomoningizdan bildirilgan eng katta ishonch va eng katta yordam bo'ladi. Albatta, bizni kuzatib boring, biz bilan birga bo'ling. Biz sizlarga eng yaxshilarini yetkazishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.